Termiz shahar hududida ushbu rusumli avtomashina harakat tushib qo'yayotganda to'xtatib tekshirganimizda avtomashinani haydovchisi ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan 12-umumiy o'rta ta'lim maktabini o'quvchisi ekanligi aniqlandi. Necha yoshdasiz? 16 yoshdan o'tgansiz. Nechinchi sinfda o'qiysiz hozirgi kunda? 10-sinf, ha? 10-sinf maktab o'quvchisi ekanligi aniqlandi. Yonida o'zining sinfdoshi bilan haydovchilik guvohnomangiz yo'q. Avtomashinani boshqarish huquqiga ega emassiz. Avtomashina boshqarish tartibi, yo'l harakati qoidalarini bilib, shu haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lib, avtotransport vositasi boshqarish kerak. Hozir svetofor yo'l bir tartibga solingan chora-tibbiy ko'ryapsiz. Bir insonni hayotiga nuqta qo'yib qo'yishingiz hech kam emas-da. Yo'l qoidasini bilmaysiz. Ko'p mana shu maktab o'quvchilari, voyaga yetmagan haydovchilar o'rtasida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari sodir bo'ladi. Sodir bo'lishining sababi haydovchilarimiz yo'l harakati qoidalarini bilmaydi. Nima degan bo'larsiz o'zingiz tengqurlaringizga? Ya'ni yo'l qoidasini bilmasdan shahar yurish maslahat berdingmi? O'ziga o'ylarim bo'lmasa. Siz ijtimoiy tarmoqlarda ham qo'yamiz. Yo'l transport hodisalari sodir bo'lyapti. Shu roliklar tayyorlab qo'yamiz. Shunga o'xshash holatlar ko'radigan bo'lsangiz, ayanchli yo'l transport hodisalarini sodir etgan haydovchilarni haydovchilik guvohnomasiga berilmagan yoki bo'lmasa mast holatda bo'ladi, yo shunga o'xshaydigan bir yo'l bezorilarni olib chiqadi. Shunday holatlar sizga ham sodir bo'lmasligi uchun biz sizni o'sha holat oldini olib qoldik. Kelgusida holat takrorlanmayligiga umid qilaman.